Siz oddiy qizil piyoz sog'lig'ingiz uchun nihoyatda foydali bo'lishi mumkinligini bilmas edingiz. Buning uchun yarim dona to'g'ralgan qizil piyozni qaynab turgan suvga soling. Bir necha daqiqa kuting, shunda uning barcha foydali xususiyatlari ajralib chiqadi. So'ngra suzib oling, stakanga quying va bir osh qoshiq zaytun moyi hamda bir osh qoshiq asal qo'shing. Bu kuchli aralashma tomoqdagi balg'amni tozalaydi, o'pka faoliyatini yaxshilaydi, immunitetni oshiradi, shamollash va gripp alomatlarini kamaytiradi, shuningdek, organizmdan toksinlarni tabiiy yo'l bilan chiqarishga yordam beradi. Uni bir necha kun davomida kuniga bir marta iliq holda ichishingiz mumkin. Bir haftadan keyin ajoyib natijalarni sezishingiz aniq. Agar shunday foydali retseptlardan yana ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, profilimdagi tavsifda berilgan havola orqali yopiq kanalga o'ting va obuna bo'ling.